Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Bizning skladimizga yangi batla kelishdan to'xtamayapti. Chunki mana yana yangi ikkita sertifikatimiz tayyor kelgan. Hozir sizlarga shu kollagen tip 2 badimiz haqida ma'lumot bermoqchiman. O'zim ham mana boshladim ichishni. Buni ichida 30 ta kuniga bir mahaldan ichasiz. 24 gram, ya'ni aptekadagi kollagenni 4 ta tabletkasini bitta, ya'ni dozasi juda ham zo'r. Bu ersag'ikida asosan bo'g'imdagi paylarni mustahkamlashtirib beradi, terini taranglashtirib beradi. Ozishga bad ichayotganlarni ayniqsa osiltirmasdan terini taranglashtirib, yuzdagi ajinlarni ketkazishga yordam beradi. Yurganda suyaklar qirsillashiga yordam beradi. Artrit, poliartrit, ko'ks arteriozi, grija kasallarida ichsa bo'ladi. Suyagi mo'rtashib, salga suyagi sinib qoladigan insonlarga ham yaxshi va oshqozon hazm sistemasini yaxshi qiladi.